Barchaga assalomu alaykum. 10 YouTube kanali va CapCut darslari. Bilasizlar, CapCut Pro bo'lgandan keyin juda ham ko'p foydali funksiyalar o'sha pulli bo'lib qoldi va yana kamiga yetmaganiga videolarimiz pastiga mana bunaqa CapCut degan suv belgisi, ya'ni watermark deyiladi, suv belgisi chiqadigan bo'lib qoldi. Bu har bitta proyektingizda chiqadi. Siz buni yo'q qilmoqchi bo'lsangiz, CapCutni pulli versiyasini sotib olishingiz kerak. Siz oddiygina ikkita videoni bir-biriga ulab qo'ysangiz ham, demak video pastida mana shunaqa belgicha paydo bo'ladi. Buni demak yo'q qilishda har xil usullari bor. Instagramlarda chiqyapti har xil usullari. Xo'p, men shuni bitta usulni ko'rsatib bermoqchiman. Demak, mana shu tayyorlagan videom, bu normal o'sha 9:16 video, hech qanaqa video tanlanmagan. Ya'ni mana bunday tanlanmagan holatida pastki tugmalar panelidan aspect ratio degan tugmachani tanlayman. Uni bosaman va bu yerdan surib 508 deganini topib ana shuni tanlayman. 508 ni tanlab galichkani bosdim va ko'rdinglar, tepa va pastda qora hoshiyalar paydo bo'ldi va mana bu CapCut belgichasi ana shu qora hoshiyada qolib ketdi. Xo'p, endi mana bu yerdan o'sha saqlanib qilish parametrlarini tanlab, mana buni eng yuqoriga qo'yib qo'yaman. Demak, saqlanib qilish parametrlarini tanlab, export tugmachasini bosaman va 30 sekund reklama ko'raman. Ya'ni reklama ham mana bunaqa bosh qotirma, ya'ni ana shuni tersam ham bo'ladi. Tersam ham balki vaqtdan yutarman. Xullas, o'zi tergillashicha 30 sekund vaqtdan o'tib ketadi. Terib bo'lsanglar, ertaroq reklama yopiladi. Tepada reward granted degan tugmachani bosamiz. Reklama yopildi va bizning videomiz eksport bo'lishni boshlaydi. Va bu yerdan buni yopamiz. Done tugmachasini bossak, proyektni yopib chiqadi. Mana shunaqa qilib 508 lik qilib videoni tepa pastiga hoshiya qilib saqlanib qilib olaman. Va VN dasturiga kirib, xuddi shu videoni proyektda ochib olaman. Va bu yerda pastki tugmalar panelidan crop degan tugmachani topaman. Cropni topib, bu yerdan 9:16 ni tanlayman. Va o'zi avtomatik tepa va pastdan qirqadi, o'sha qora hoshiyalar yo'q bo'lib ketadi. Endi mana bu strelkachani bosib, o'sha avtoga qo'yib yoki manual o'zim tanlab saqlanish parametrlarini eksportni bosib, VN da osongina videoni eksport qilib olsam bo'ladi. Ko'ryapsizlar, VN da hech qanaqa eksport qilish uchun reklama ham ko'rmaysizlar, hech narsa bo'lmaydi. CapCutning yana bitta eng asabga tegadigan tomoni desa ham bo'ladi. Ilovadan bir marta chiqib kirganingizda reklama chiqadi обязательно. Bu reklamani ba'zida surish juda ham ko'p vaqt oladi. Ya'ni mana bunaqa Play Marketga o'tib ketadi. Nimadir biroz vaqtni oladi. Bilsanglar, CapCut boshida mutlaqo bepul edi. Biza may oyida boshlagan ekanmiz, 2024-yil mayida darslarimizni. Men CapCutdan oldin juda ham ko'p dasturlarni sinab ko'rganman. Viva Video, KineMaster va hokazo programmalarni sinab ko'rganman. CapCut o'rnatmoqchi bo'lganimda o'sha vaqtda telefonimga oddiyroq Samsung telefoni edi menda o'sha vaqtda. O'sha CapCut ustanovka qilib bo'lmagandi, ya'ni telefonim kuchi yetmagan edi. Va o'sha ko'rib tanlab eshitib VN dasturini o'sha vaqtda ustanovka qilgan edim. Eski telefonimda G6 telefon edi. VN dasturi menda ishlagan edi va VN da o'sha demak pulli, bepul, aniq hammasi o'sha vaqtdan aniq edi. Ya'ni siz xohlasangiz Pro versiya sotib olishingiz mumkin. Xohlasangiz o'sha oddiy versiyada foydalanishingiz mumkin. Hech qanaqa suv belgi, hech qanaqa narsalar yo'q. Xohlang Pro sotib olib ko'proq imkoniyat, xohlang oddiy o'sha funksiyalar. Oddiy foydalanish uchun juda ham qulay edi. CapCut to'g'risi juda ham qulay foydalanish uchun, interfeys juda ham qulay, lekin ko'ryapsizlar, mana ilovadan chiqib kirganimda o'sha qotishlar kuzatilyapti. Ya'ni ilovadan bir marta chiqib kirsam reklama qo'yilib ketyapti, qotishlar kuzatilyapti. Ko'pchilik kommentariyaga yozyapti,
CapCut'dan galereyaga saqlamayapti, rasmlarim ochmay qolyapti, nimadir va hokazo. Bu men o'ylayman internet, telefoninglarning kuchi, xotirasi va mana bunga o'xshash holatlar bilan ilovada qotishlar kuzatilyapti. Menda ham hozir normalniy flagmanga yaqin darajadagi Samsung telefoni, lekin ko'ryapsizlar, ilova qotib ishlayapti. Уже bir chiqib kiryapman, reklama chiqyapti. Reklama chiqmasa mana bunday qotib ishlayapti. Bunaqa muammolar tez-tez kuzatilyapti. Bu muammolarga bitta yechim, hozir mana ishlamadi. Muammolarga yechim siz Pro sotib olishingiz. Ya'ni dastur sizga boshida chiqqan vaqtda eslang, mutlaqo bepul edi. Hamma funksiyalar bepul edi. Masalan, VN yoki InShotni oladigan bo'lsangiz, qaysidir funksiyalari birinchi chiqqan kundan ham bepul, qaysidirlari pulli. CapCut'da birinchi chiqqanda hammasi bepul edi va juda ham ajoyib interfeys taklif qilingan edi. Foydalanish uchun qulay, keng imkoniyatli, juda ham yangi funksiyalar bor edi va vaqt o'tishi bilan mana shu funksiyalardan foydalanuvchilar ko'paygandan keyin asta-sekin Pro rejimiga, ya'ni pulli rejimga o'tdi. Agar siz CapCut'dan tezlikda, mana bunday qotmasdan, sifatli tarzda foydalanmoqchi bo'lsangiz va o'sha CapCut orqali siz daromadingizni bir qismi CapCut'ga bog'liq bo'lsa, Pro versiya sotib olishni tavsiya qilaman. Agar oddiy foydalanishga bo'ladigan bo'lsa, CapCut, VN, InShot kabi bir qancha dasturlarni o'rnatib foydalanishingizni tavsiya qilaman. Hozir masalan meni telefonimda kamida 6 ta video editor bor. Qulayliklarini ko'rib chiqaman va qaysi qulay bo'lsa, men suv belgisi qo'shmasa, watermark qo'shmasa, o'shani ishlatib ketaveraman. Hozirda eng qulay men uchun VN bo'layapti. Va kanalimizda VN bo'yicha ham darslar bor, CapCut bo'yicha ham darslar bor va CapCut bo'yicha to'liq full darslar bor. Yana ham davom ettiramiz bu darslarni. Faqat siz uchun noqulaylik tarafi biza o'rgatgan elementlar hozirda Pro bo'lib qolgan. Lekin sizga o'rganishingizni tavsiya qilaman. Qachondir balki Pro versiya sotib olib o'rganganingizda sizga ancha yordam bo'ladi. Shuningdek, CapCut'ni kompyuter versiyasida montaj qilish bo'yicha darslarimiz ham bor va yana sizni qanaqa dasturlar qiziqtiradi? Kommentariyaga yozib ketinglar, biz o'sha dasturlar ustida ishlaymiz va albatta darslar joylab borishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Albatta videolarimiz ko'rishlar soni Xudoga shukr yaxshi, lekin likelar va izohlar biroz kamroq. Videolar qancha ko'p like va izoh olsa, o'zbek zabon foydalanuvchilariga shuncha ko'p yetib boradi. Bizani kuzatishda davom etinglar. Barchaga omad.